Yaxshimisizlar? Men Po'la Toynazirovna, men kardiolog, psixolog va nutritsiolog. Bugun sizlarga PM International kompaniyani mahsulotlarini, Fitline lineyka mahsulotlarini tanishtirmoqchiman. Birinchisi bu basic paket deyiladi, Power Cocktail mahsuloti. Bu mahsulotda 33 tadan ortiq bor o'simliklar va ildizlar. Tibet meditsina, Ayurveda meditsina va современный modern meditsina asosida 350 dan ortiq doktorlar shuni mahsulotda o'ylab 30 yil davomida o'zgartirib yengillashtirgan. Bu mahsulotda sostavida, tarkibida hamma vitaminlar bor. Vitaminlardan bu vitamin A, C vitaminlari, vitamin D va albatta mikroelementlar bor. Mikroelement bu kaliy, magniy, sink, selen, xrom va boshqalar. Har bittasini отдельно aptekadan sotib olgandan ko'ra eng yaxshi maslahatim bitta mahsulot ichiladi kun davomida, ertalab bunaqa holatda bo'ladi, olib ichiladi. Bu mahsulotni biza paketikini ochamiz oldinglarda. O'zini firmenniy brend stakan idishlarida va o'zini qoshiqchasida. Bu mahsulotda hidi ham, rangi ham juda ham boshqacha, ta'mi ham bir boshqacha. Hozir shuni sizlarga video orqali ko'rsatishga harakat qilaman. Toza suvga parashokini solamiz va sekin-sekin aralashtiramiz. Buni ichgan odam 85% kerakli hamma moddalarga tanadagi har bitta hujayra to'yingan bo'ladi. Bu Power Cocktail ichiladigan vaqti ertalab. Bu birinchisi. Buni hozir turib turguncha ikkinchi mahsulotimizni ko'rsatib beraman. Bu ikkinchi mahsulotimiz, u quruq stakanga parashokni yana ochamiz. Uni nomi Restorate. Restorate degani restavratsiya, tiklanish degani va tiklanish mahsulotini sostavida vitamin gruppa A, vitamin E, vitamin C va B vitamin butun kompleksi bor. Va hamda mikroelementlar bor. Mikroelementlar, ular ham xuddi shunaqa parashok bo'ladi. Va bunga suv qo'shayotganimizda kislorodga to'yinish hisobiga bu reaksiyaga kirishadi va hozir sizlarga shuni ko'rsatamiz. Tak, reaksiyaga kirishish sababi hozir kislorodga to'yinadi. Xuddi shunaqa oldinglarda toza suv olamiz va toza suvni qo'shuvchamizda bu aralashib turibdi. Juda ham rangi chiroyli, mana ko'rinyapti. Apelsin, qizillovligi, sabzilar mana shunaqa rangga o'xshaydi. Juda ham va hidi juda ham mazali va hidi juda chiroyli. Endi bunga mana sekin suv qo'shamiz. Yaqinroq olsangiz. Mana ko'rinyaptimi? Qanaqa sekin kislorod paydo bo'lyapti. Kislorod penka. Mana buni rangi limon rangiga o'xshaydi mana. Buni ichida juda ko'p mikroelementlar, boya aytganimdek, kaliy, magniy, xrom, sink, selen. Mana bu ham sutочный norma. Ikkalovi kun davomida ichiladi. Buni ertalab va buni kechqurun. Va bunga kompaniya bizga o'zini demo produkt, o'zini super produkt, Nobelevskiy premiya olgan produktni bir qoshiqdan solamiz. Bu ham videoga yaqinroq oling, bunaqa ochamiz, pechatniy holatda keladi. Mana va undan qoshiqda uchida solamiz. Bo'tga. Mana ko'rinyapti videoda. Va xuddi shunaqa aktivayzni biza Power Cocktailga solamiz. Hech qanaqa boshqa dorilar, ximikatlar, farm kompaniyani yoki отдельно olingan vitaminlar ichilmaydi. Bu hozirgi zamonaviy ichiladigan kokteyl. Bu kompaniyani mahsuloti nimaga noyob va nimaga zamonaviy va foydali? Bular zondovый питание deb hisoblanadi. Zondovый питание bu номер 1.
kun davomida sizlarga Fitline tilaymiz. Fitline degani sog'liq, salomatlik. Kimga qiziqqan bo'lsa, murojaat uchun nomerlarni tagiga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilinglar, murojaat qilinglar va tavsiyalarni, konsultatsiyalarni olinglar.